yillik 10% stavkasida 10 yil muddatga, qo'shimchasiga 4 yil imtiyozli davri ham bor. Bilmaganlar uchun aytib ketaman, imtiyozli davr bu mana shu muddat ichida olgan kreditingizni yoporsangiz sizga hech qanday foiz hisoblanmaydi degani. Kerak bo'lmasa ham o'zim ham ovoraymi deb turibman akalar. Qaranglar. Kuni kecha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi hamda chorvachilikni rivojlantirishga doir yig'ilish o'tkazdi. Bu yig'ilishda shular ma'lum qilindiki, endilikda 2026-yil 1-iyundan boshlab chorvachilik loyihalari uchun 10 yil muddatga yillik 10% stavkasi bilan qo'shimchasiga 4 yil imtiyozli davr asosida kreditlar ajratilishi ma'lum qilindi. Yana bir qo'shimcha imkoniyat esa 2029-yilgacha chet eldan nasldor chorvalarni import qiluvchilar uchun qo'shilgan qiymat solig'idan ham ozod qilish ma'lum qilindi. Endi bu kreditlarni qaysi banklardan olamiz degan insonlar bo'lsa, profilimga obuna bo'lib, direktdan yozing. Barchaga o'zim javob berib chiqaman. Bu videoni chorvachilikni rivojlantiraman, mollar sotib olaman, qo'ylarimni sonini ko'paytiraman degan tanishlaringiz bo'lsa yuborib qo'ying, albatta ularga ham foydali bo'ladi. Bank va moliya sohasini bizning kanalda juda ham sodda tilda kuzatib boring.